Mana shu yerga ishlayapmiz. Kafil zavodni ofisi. Zavod ofisi mana. Kafillik ko'rgazma qilish. Xonalarga terilganda qanday ko'rinishi. Mana. Bizlar mana tepada indifni qo'yyapmiz, tepani yopyapmiz. Mana shular shpakilovkasi bo'ldi, kraskasi bo'ldi. Mana shu deraza tomon indiflar bo'lgan. Indiflarni men yasovdim. Mana shu indif tamasini shu tomon men qoqqanman. Kafillar tepasi, rikani tepasi ochiq joylarga mana bu indifni kraskalab qotirib chiqyapmiz-da. Har xil kafillar bor, har xil. Juda chiroyli bo'lgan bak, juda. Mana bularni yopamiz-da. Mana shularni yopib chiqyapmiz. Mana bu yoq ham xuddi shunday. Bu yoqlar ham yopiladi. Har biri bitta xona. Mana bu indiflar qo'yapmiz tepaga. Mana bu yerlar bo'lgan joy. Mana bu yerlar bo'lgan. Bu yerlar bo'lgan. Bu yerda ozgina qissoqchasi bor. Bu yerda ozgina qissoq. Qolgan mana bu tomonlar bo'lgan. Pol ham отдельно boshqacha kafil. Buni ham pol kafil. Bu ham kafil. Tagida indif, rika, indif, kafil. Mana bular hammasi shunaqa. Juda chiroyli chiqyapti boku. Bu yer kafil zavodni ofisi, shu yerdan sotuv markazi. Ko'radi, klient keladi. Chetga ham shu yerdan eksport bo'laveradi. O'zimizga ham. Har xil kafillar bor.